Nega mana bunday gormonal vositalarni yuz terisiga ishlatganingizda dastlab yaxshilanish kuzatiladi, keyin jarayon yana ham yomonlashishiga sabab bo'ladi. Video davomida shu haqida gaplashamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qiling. Gormonal kremlarni surishni boshlaganingizdan keyin nima bo'ladi? Birinchi haftada qizarishlaringiz kamayadi, toshmalaringiz yo'qoladi, teri silliqlashadi va siz xursand bo'lasiz. Lekin steroidlar davolamaydi. Aksincha, yallig'lanishni kamaytirib beradi vaqtincha. Va siz yana suraverasiz, haftalab, oylab, yillab surasiz va gormonal kremga teringiz o'rganib qoladi. Endi uni to'xtatib qo'ysangiz, teringiz yana ham yomonlashadi, qizarishingiz, qichishish, achish hislari paydo bo'ladi, shishib ketadi ayrimlarda. Va siz steroidga qaramlik paydo qilasiz o'zingizda uzoq vaqt ishlatishingiz natijasida. Gormonal kremlarni uzoq vaqt ishlatish terida nimalarga sabab bo'ladi? Teri yupqalashadi, kapillyarlar, mayda qon tomirchalar paydo bo'ladi. Steroidning akne, ya'ni yuzingizga har xil toshmalar toshishni boshlaydi. Rozatsiya, ya'ni teringiz qizarishi kuchayib ketadi. Ayrimlarda oq dog'lar paydo qiladi yuzda. To'xtatganingizdan keyin jarayon yana ham kuchayadi, chunki gormonga o'rganib qolgan va teri immuniteti pasayishi hisobiga har xil infeksion kasalliklarga teri moyil bo'ladi. Har xil yiringli toshmalar toshishni boshlaydi. Qachon ko'pchilik ishlatadi? Rozatsiya, perioral dermatit, akne, seborrheiya dermatitda kimlardandir eshitib, turli xil gormonal vositalarni ishlatib qo'yishadi va ishlatishda davom etishadi. Azizlar, bu video qo'yishimizdan maqsad gormonal kremlar sizdagi mana bu muammolarni davolamaydi. Davo standartida yo'q, o'zboshimchalik bilan ishlatmang. Agar sizda gormonal akne holati bo'ladigan bo'lsa, gormonal vositalardan chiqishingizga yordam beramiz.